Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Darsxonamizga kirmagan qarindoshlar uchun bu darsni ishlashga majbur bo'lib qoldik. Shu sababdan qanday darsimizga boshlab ketsak, oldi bilan darsxona programmasi, mana bu programmani tushirish adresini ta'minlayman. Buni qo'shib chekkandan keyin kompyuterga qo'shiladi. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Qo'shilib bo'lgan vaqtda bunda chiqadi. Bu yerdan biz ovozni tanlab qila olamiz. Bundan xatoni besatgandan keyin biz bu yerga chiqib go to webinar deb bosgandan keyin bu yerga chiqadi. Bu yerga biz ta'minlab bergan darsxonaning ID'sini chigizamiz. Har qatimliq darsxona ID'si o'xshamaydi. Bunda chiqqan vaqtda bevosita o'z avtomatik programma qo'zg'alib muallimning kompyuterini bevosita ko'rish nishoniga yetalaymiz. Bu yerdan savollar bo'lsa qo'l ko'tarsanglar bo'ldi. Bu yerni bosgandan keyin kompyuter butunlay ekranga olmishdi. Butun ekranga olmishdi. Ya'ni bunchalik oson. Qolgani telefondan ko'rmoqchi bo'lgan qarindoshlarga texmi qulay. Hammasi App Store yoki Google Play'dan tushirib bevosita kira oladi.